Isroilda terrorizmda ayblanganlar uchun o'lim jazosi joriy qilindi. Bu ko'proq falastinliklarga aloqador deyilmoqda. 62 nafar deputat ha deb ovoz bergan bo'lsa, 48 nafar deputat bu qonunga qarshi chiqdi. 1952-yildan beri o'lim jazosi Isroilda rasman taqiqlangan edi. Ma'lumot uchun 10 mingga yaqin falastinlik Isroil qamoqxonalarida saqlanmoqda deb aytiladi. Ularning deyarli ko'pchiligi terrorizmda ayblanadi. Ya'ni jazoni ham juda qattiqini aytishgan. Ya'ni kimda-kim terrorizmda ayblansa 90 kun davomida osib o'ldirilishi kerak. Ya'ni hech qanaqa bir ukol yoki biologik dorilar emas. Ya'ni oshkora, shafqatsizroq varianti tanlangan. Bundan maqsad bilmadim, balki qamoqxonalardagi mahbuslarni boqish, ularni va harbiy xizmat xarajatlarini cheklashmi yoki bo'lmasa shunchaki falastinliklarga qanaqadir psixologik zarba berishmi, biror narsa deyish qiyin. Lekin vaziyat yaxshi tomonga ketmayapti. Bu ko'proq bir yoqlama siyosatga ham o'xshab ketmoqda.